Odamlarning uyiga kirdimda hayron qoldim. Qanaqa ekan? Odamlar kerak emas narsalarni yig'ishni yaxshi ko'rar ekan. Masalan, qanaqa narsalar? Odamlar palon pulga idish tovoqlar olar ekanda, ularni shkafga yasatib qo'yar ekan. Iya. Ovqatlarni nima deyishadi unda? Ovqatlarga alohida eng arzon idish tovoqlarni ishlatishar ekan. Tushunmadim, mantiq qani bu yerda? Ular eski narsalarni ham tashlavormasdan yig'ish ekan. Eski zaryadka, pul, simlar, eski texnikalar, shunga o'xshagan narsalar, eski narsalar nimaga? Ularni bunga bitta gapi bor, balki kerak bo'lib qolar degan. Kerak bo'ladimi? Yo'q, lekin tashlavorsa keyin albatta kerak bo'lib qolar ekan. Yana qizig'i, odamlar mehmonlarga deb konfet, shokoladlar va har xil pista, bodom, chaqchuqlarni ham yemasdan bekitib qo'yishar ekan. Ular nega bekitishadi? Keyingi mehmon kelguncha bolalar yemasin deb, lekin bolalardan oldin ularni qurtlar yeb bo'lar ekan. Daji karavat shkaflarni tegi ham bo'sh turmas ekan. Gilamlarni rulon qilib tegiga tiqib qo'yishar ekan. U gilamlarni ishlatsa bo'lmaydimi? Ishlatsa bo'ladi, lekin ishlatsa kir bo'lib qolar ekan. Tavba, odamlar ham g'alati-da, hamma narsa boshqalar uchun. O'zi olib, o'zi rohatlanib foydalanmaydi. Biz ham o'zimiz uchun Premier Carpetdan gilamlar zakaz qildik, o'zligi kelib o'lchab, moslab yasab ketishdi. Baraka topishsin, xizmatiga gap yo'q, ancha fayz kirdi ofisga. Endi bemalol stolda ham dumalab yotaverasan.